Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugungi o'yinimiz Car Parking multiplayer o'yini bo'ladi. Biz bugungi Car Parking o'yinimizda nimalar bo'lishini va qanaqa voqealar bo'lishini bugungi video davomida ko'rib borasizlar. Meni YouTube kanalimga obuna qo'yinglar va Instagram kanalimga obuna qo'yinglar. Instagram kanalim nomi to'g'rirog'iniki Shohjahon pastki chiziqcha shunaqa. Hozir nekta aytaman, qaranglar obzorni. Instagramnikim shohjahon.pastki-715 sal uzunroq, bir pastroq ko'rsataman. Bu Mercedes Benz Acula deb nomlashadi, GT. Bizani menga yoqtirgan mashinalardan biri BMW M5 KS va yo'da Mercedes Benz AMG E63. Bu Asab Tamayevnikida qilganman. Itak yaltiroq otdi. Buni matvi ko'rinishga keltiramiz. Shuni o'zi yetarli. Level yozuvlar bilan qaranglar. Bo'lmasam Mercedesda tuning qilamiz. Buni men Brabus Rock Red qilib tuning qildim. Afsus, bizga Brabus kerak emas. Shuning uchun hammasini bilet tashlaymiz. 10 sekund kutib turasizlar. 10 sekundga ham bo'lmaydi o'zi. O'sha bir 5 sekundlar yoki hammasi o'chdi. Farasini endi oq qilamiz. Brabus diskani olib tashlab, o'zining diskasi bor hozir. Diska yarashadi ularga. Diskani ham qo'yaversam bo'lar ekan, lekin mayli, buni qo'ymaymiz. Mana bu diska ham bitta ketib qo'yadi, lekin mana shu diskani qo'ydik. Bo'lmasam Emilima logoga o'tirmaymiz, men vaqtim ham yo'q. Bo'lmasam ketdik. Shaharga Cityga kiramiz. Moykaga kirib bir yuvolamiz mashinani. Desert ham bor-ku deganlar uchun hozir o'yin yangilangan. Zonalar o'zgarib ketgan. Desertda menimcha hozirchalik moyka yo'qmi deb o'ylayapman. Bilmadim, kuz zonada ham bo'ladi. Mayli, chaqirmaymiz, ketdik. Bo'lmasam aytgancha o'yin ovozini o'chirib qo'yganman. Ataylab, mana balantsam bilan ovozini o'chirib qo'yaylik. Nima kerak? Bekorga mayli, ovozini qo'shib qo'yaylik. Ko'pchilik oka ovozini qo'shib qo'ying deyishi mumkin. Qilamiz, ketdik. Klaviye 23 sekund. Ana YouTube kanalimga qo'yinglar. Kanalimda 100 ta bo'lsa 10 ta tekinga akkaunt beraman sizlar uchun. O'zim Telegramga ham obuna qo'ysanglar, Telegram kanalim bor. Car Parking KPM uzib deb yozsanglar chiqadi. Salnik xuniyroq endi bo'laveradi. To'g'ri ko'ramiz. Bu ikkinchi akkauntimdagi E63 boshqacharoq. Narigi birinchi akkauntimdagi E63 u driftga nima qilingan, nastroyka qilingan, bu qilinmagan. Bo'lmaysiz shu uchun. Sekrayonlari 39 ta. Mana shular gaplar deydi. Car Parking gap olgan yo'q bo'lmasa tashlab olgan bo'lsanglar, nima kerak bo'lsa, masalan BMW M5 mi bu mashina kitli so'rasanglar, mendek bor. Beraman. Prosta aytaman. Agar ID shart emas desa, o'zlarining IDlarini tashlaysizlar. Instagramnikim pastida IDm yozilgan, Car Parking. Bemalol kirishinglar mumkin. Yakshanba kuni soat 8larda internetga kiraman. Soat 8dan 10 gacha internetda bo'laman. O'shanda bo'sh vaqtimda o'ynasak bo'ladi. O'ynashda shunaqa bugungi videomiz obzor unaqa narsalar yo'q.
keyingi videomda yangi zonalarni qayerda pullar ko'p shu haqida men zonani o'rganib chiqdim. Yangi zonani sizlarga ko'rsataman. Qayerda pullar bor, agar endi boshlagan bo'lsanglar, endi pul yig'ishni birinchi usulni o'rgataman. Ikkinchi usuli bor, oson usuli. Gamiga o'rgatasizlar, gamiga o'rgatasiz. Shunaqa gap. Aytgancha sizlarga bitta gap. Mercedes'ga ichi chiroylimi yo BMW'niki qaysi bir chiroyli, shuni aytib qo'yinglar. Endi Mercedes bilgan biladi, BMW bilgan biladi. BMW to'g'ri zo'r mashina. BMWni haydasa bo'ladi, faqat Mercedes'ga puli yetguncha. Mercedes endi ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik kameraga olasiz, qayerdan olasiz deydi. Ikkita yo'l bor. Mana bu knopka, shuni bunday bossanglar, mana shu yerdan ham rasmga tushsa bo'ladi. Ikkinchi yo'li telefonni bosasizlar, dron deganda shunday ustiga bosasizlar, dron. Mana bunday ketib qolsa, mana bosib qo'yasizlar, ketmaydi. Pastga yaqinlashtirish va bu yoqqa aylantirish. Telefoningizdan zaryadini ko'rsatib qo'yadi. Hech ayni bosib qo'ymanglar. Hech qanaqa narsa ko'rmay qoladi. Men buni joyini o'rganib olganman. Chunki 2-3 martalab shunda telefonimni o'yinini o'chirib tashlaganman. Shunaqa gaplar bo'lsa, bugun videomiz shulardan iborat edi. Agar birorta yangiliklar bo'lsa, kommentda kutaman. Almashlar. Xayr, salomat bo'linglar. Agar bu videoni Denzi Goys ko'rsaman, vizif bir oy oldin Denzi Goysga tashladim. Denzi Goys hozir senga bitta mashina ko'rsataman. Bitta vizif qabul qil, vizifimni. Qara. Bitta mashina ko'rsataman, Porsche. Hozir qayerda? Porsche 911. Yo obunachilar shunaqa gaplar. Obunachilar Denzi vizif tashlaman bugun ko'rayotgan bo'lsa, mana shu Porsche bilan obunachilar qayerda shu Porsche bilan yashayman. Bu men o'zimga uriyman, Porsche bilan vizif tashlayman. Chunki bundan 2 kun oldin men Porsche'ga kirganda bunga cheat qilinganda stage urilgan edi. Shuning uchun vizit etgan. Endi stage chiqargan. Chunki 300 HP ot kuchi. Men bilaman 300 HP edi. Mana. Endi buni bizga farqi yo'q. Rekordlarni ham, videolarni ham Instagramga joylaganman. 300 HP edi. Hozir esa 300 HP. Mayli. Men bitta mashinada chiqaman. Denzi Goys mashinalarim qatoridan qayda? Hozir bitta mashinani tanlab olay. 50 ta mashinani ichidan mana Sales kuchaytirilmagan sen bo'pti. Shu chiqaman. 293 nima qabulga 293 ga kuchaytirmayman, almashtirib olmayman. Shunda chiqaman. 1000 tadan ot kuchi kam bo'lishi kerak. Seniki, mana meniki ham kam. Masalan 925 ta любой bitta ot kuchi bo'lishi kerak. Xohlasang bu mashinada chiq, faqat 1000 tadan kam bo'lsin. Cheatli mashinada chiqma. Mana bitta cheatli mashina bor, cheatli mashinada любой mashinada chiqmayli, farqi yo'q. Videomiz shugacha edi. Bitta mashina mana shanba kuni o'ynanadi. Bugun payshanba, chorshanba, juma, shanba 3 kundan keyin qaranglar. Uning uchun Telegram kanalimga kirasizlar. Bu xohlasanglar shanba kuni
soat kech payt 8:00 Instagramga kirsanglar hozir bir minutlik kutib tursanglar, men kar parkingda o'ynayib tursam, kirsanglar mana shu mashinani beraveraman. Bu uchadi, olov uchadi, o't kuchi вообще zo'r. Shuni beraveraman, vinili mashina. Bo'lmasam hammaga kelganimiz xayr, salomat bo'linglar. Do'stlar, sizlar yaxshiman. Sizlar bilan yanaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning yaxshi bo'linglar. Xayr bo'lmasa. Sizlar o'yin mashinani ne bitta X qoramizmi yo undan odam beraveramiz. Sog'la. Ha, ayda. Kanalimga obuna bo'ling. Tezroq Instagramga obuna bo'ling. Tezroq barcha bo'lay mingta. Oldingi Instagram akkauntimda 950 ta bo'ldim. U Instagram akkauntim o'chib ketdi. Xullas qayta ocha olmadim. Parol esimda yo'q edi. Bu kanal bor. Agar 1000 tadan oshsa, 1000 ta bo'lsa 300 xplik 3 ta BMW M5 F90 mana shunaqa va 3 ta Y63 podarka qilaman. Xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz shu yergacha edi. Telefon qotib qoldi obunachilar. Videoni tugatamiz.